Türkiye Devlet Reisi Erdoğan Amerika'da bir faaliyetga qatnaşqanda bir Uyg'ur yoshining Sharqi Turkistondagi turk qarindoshlarimiz uchun nimalarni qila olasiz degan savoliga javob berdi. O'zining Sharqi Turkistonlik Uyg'ur ekanligini bildirgan O'g'izxon Anvar Erdo'g'andan mundaq so'radi. Hozir Sharqi Turkistonda 3 milliondan 5 milliongacha Uyg'ur va boshqa turklar Xitoy jazo lagerlarida tutib turilmoqda. Ular Xitoy tarafidan o'z kimligidan, dinidan voz kechishga majburlanyapti. Uyg'ur qizlar Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanyapti. Siz ilgari Uyg'urlarga yordam qilgan va Xitoyga qarshi kuchli gap qilgan edingiz. Hozirning o'zida siz Sharq Turkistondagi turk qarindoshlaringiz uchun nimalarni qilyapsiz? Erdo'g'an bo'lsa, O'g'izxonning savoliga qarata Turkiyaning Uyg'ur turklariga qo'ldan kelishicha yordam qilayotganligini va Xitoyga avatilgan hay'atning doklatiga qarata ochiq pozitsiya tutadiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti bo'lish suhbatim bilan har holda hozirgacha Sharq Turkistondan Turkiyaga kelganlar haqida xabaringiz yo'q o'xshaydi. Sharq Turkistondan Turkiyaga kelgan minglarcha qarindishimiz bor. Biz ularga davomli ishigimizni ochiq va qo'limizdan kelgan har turli yordamni qildik. Sharq Turkistonning Bo'rtala viloyatidagi Bengtuan 5-diviziyasining muavin boshlig'i Mahmud Jambaratning yaqinda Xitoy istixboroti tarafidan qo'lga ilinganligi o'tirg'i chiqdi. Bo'rtala viloyatining valiylik vazifasini o'tagan bu Uyg'ur kadrining intizomga xiloflik qilish bilan ayblanganligi bildirildi. Ko'zatchilar buningdan burunmi bu xil ayblash bilan nurg'un Uyg'ur kadrining tutilganligini bildirdi. Ve Xitoyning bu xil shaklda bara-bara Uyg'ur kadrlarning o'rniga Xitoylarni almashtirish ko'ydi ekanligi ta'kidlandi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Talibanning oldingi qatordagi rahbarlaridan G'ani Baradorning boshchiligidagi hay'at bilan Xitoy hukumatı mas'ullarining uchrashganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang poytaxtda Beyjingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida G'ani Baradorning boshchiligidagi hay'atning mushu bir qancha kun ichida Qatarning poytaxti Dohandan Xitoyga kelganligini bildirib, Tashqi ishlar ministrligi mas'ullarining G'ani Barador bilan Afg'onistonning hozirgi vaziyati va tinchlik muzokaralarining taraqqiyoti ustida fikr almashtirganligini aytdi. Geng Shuang Xitoy dastlabdan tortibla Afg'onistonning ahvoliga qattiq ko'ngil bo'lib kelmoqda. Tinchlik bosqichlarining taraqqiyoti uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Afg'onistondagi munosabatli taraflar bilan har doim uchur aloqani davomlashtirib kelmoqda dedi. Yevropa Ittifoqi komiteti Turkiya bilan mazkur ittifoq orasidagi ko'chmanlar kelishimining meva berishga boshlaganligini, qonunsiz ko'chman sonining 91% ozlaganligini bildirdi. Axborot e'lon qilish yig'inida savollarga javob bergan Yevropa Ittifoqi komiteti bayonotchisi Natasha Bertaut Turkiya bilan Yevropa Ittifoqi orasidagi ko'chmanlar kelishimi natijasini ko'rsatmoqda. Kelishim soyasida qonunsiz ko'chman soni 91% ozladi dedi. U Turkiya va Yevropa Ittifoqining kelishimidagi va'dalarga amal qilib kelayotganligini ta'kidladi va Gretsiyadagi qonunsiz ko'ch eqimini yaqindan kuzatayotganligini va doiralar bilan aloqa qilayotganligini bildirdi. Afg'onistonning janubidagi Halman o'lkasida havo harakati elib berildi. Vali Zavok harakatda fuqarolarning o'lganligini, lekin sonining aniq emasligini bildirdi. O'lka kengash a'zosi Oxunzodi bo'lsa, harakatning to'y murosimiga qaratilganligini va 40 kishining o'lganligini aytdi. Afg'oniston Mudofaa ministrligi bo'lsa, rayonda Talibanga qarshi harakat elib berilganligini, 22 nafar Taliban a'zosining o'ldirilib, 14 nafarining tutilganligini e'lon qildi. Ministerlikning bayonotida fuqarolarning ziyoniga uchrash ahvoli haqida tekshirish boshlanganligi ta'kidlandi.